Hammaga salom o'rtoqlar, sizlar bilan Iditaru shaxsiy ko'rinish uchun WhatsAppdan yozsanglar bo'ladi. Energiya meri uchun bitta like podpiska sizlardan. Bugun men kartamga savolim, aqlingizdagi insoningiz bilan turmushingiz bo'ladimi? Ya'ni farqi yo'q kim ko'ryapti meni, yigitizmi yoki sevgilingizmi yoki yillab birga bo'lgan patahangiz va hokazo. Qisqa qilib aytganda, aqlingizdagi insoningiz sizni baxtli qiladimi? Ketdik. Aqlingizdagi insoningiz ismini yoshini aytasiz, bo'ldi. Bittada kartalarim неприятный tushyapti, lekin bu общий расклад o'rtoqlar. Kimgadir tushadi, kimgadir tushmaydi. Личный расклад WhatsAppdan. Tushunarli, yangi usulda o'zgacha bir metod bilan karta ochdim. Bu usulni faqatgina yaxshi masterlar, kartojniklar, tarotchilar tushunadi. Bu yoq tarafdan boshlayman, o'rtada tugataman ma'nosini. Tak, o'rtoqlar, avvalambor aqlingizdagi insoningiz ehtiyot bo'lasiz undan. U ko'ringan, o'zini ko'rsatgan kabi emas. Aqlingizdagi insoningizni siz faqatgina yaxshi tomonini bilasiz, faqat oldi yuzini ko'rasiz. Kartalarim aytayaptiki, aqlingizdagi insoningiz, misol uchun, orqa tomonni ko'rsatmagan. Men buni uyimga olib kelsam yoki o'sha birga yashashni boshlaganimizdan keyin men bunga hali ko'rsataman. Ya'ni qisqa qilib aytganda, ichki chuvstvolari chiqdi aqlingizdagi insoningizni. Qahri qattiq, bag'ri tosh chiqdi. Faqat birinchi o'ringa o'rtoqlarini qo'yadi, maishatni qo'yadi deyapti. Siz u bilan juda ham chiroyli oilani kutyapsiz bo'lishini mana. Umid qilyapsiz, mana bu safar men baxtimni topdim, bu bilan baxtli bo'laman deyapsiz. Tak, siz ajrashgan ayolni ko'ryapsiz meni, lekin nimadir bu ochilim qiz bolalarga uncha tushmayapti. Yo'q, oilasidan ajrashgan bir ayollarga ham to'g'ri keladi. Chunki bu yerda eski ajrim bor deyapti-da. O'shanga bu safar men o'zim baxtimni topdim. Tak, 2 tami farzandingiz bor yoki 3 tami? Chunki farzandi bor ayol chiqyapsiz. O'shanga nima deyman? Avvalambor adashayotgan bo'ling. Bu общий расклад bo'lgani uchun, lekin unga turmushga chiqishni o'ylab ko'rishingiz kerak. Siz o'ylayotgan inson emas u. Iloji bo'lsa undan uzoqlashing. Hozircha shu hisob olamiz.